Türkiye erkeklerge has layihani varlık keltirdi. An'ana onu güzelleştirdi. İşenç ve mesuliyet layık yetkizdi. Şunun bilen miras ortalığa çıktı. Erkeklerinin kimligi miras erler kiyimleri. Assalamu alaikum hürmetli televizyon kögüçüler, kadirlik dostlar. Bilimlik, talantlik, esil fazilatlik, kamtar ustoz merhum Abdurahim Tilashib O'tkir Efendi Uyg'ur hozirgi zaman edebiyatı ve yeni devir Uyg'ur edebiyatı tarixida muhim o'rin tutadigan tövbekor edib ve mas'uliyatchan tadqiqotchi. Biz O'tkir Efendi tug'ilganligining 90 yilligini xotirlash munosabati bilan bir qism adib ziyolilarni, shundaqla uning oila tavobatlarini bir yerga jam qilib, adib tadqiqotchi Abdurahim O'tkir degan temada maxsus suhbat qurishni loyiq topdik. Men oldi bilan bugungi suhbatimiz taklif qilingan to'rdagi aziz mehmonlarni tanishtirib o'tay. Şinjan Uyghur Abdunum Rayonluq Edebiyat Sanatçılar Birleşmesining raisi, professor, doktor yetakchisi Azat Sultan. Şinjan Üniversitesi Filologiya İnstitutining sobiq mudiri, professor Arslan Abdullah Tahur. Qashqar Pedagogika İnstituti Filologiya İnstitutining professori, adabiyot tadqiqotchisi Kerimjon Abdurahim. O'tkir Efendi ko'p yozgan, yaxshi yozgan, o'zining odimligi bilan ulgu ko'rsatgan bir olimkanda. O'tkir Efendim nəhayət kiçik bir, kamtar, xushchaqchaq, o'zini tutgan mushundaq bir odam ekan. O'tkir Efendining eng cho'ng bir töhfisi shu Uyg'ur adabiyotida adabiy janr turlarini ko'p xillashtirishga qo'shgan töhfisi. Endi Azatga sizning shu Abdurahim O'tkir Efendininki asarlari bilan tanishish va uni bir tema sifatida qalamga ilish jarayoningiz qachondan boshlangan? Abdurahim O'tkir Efendi bilan men tajriba o'ttirmakda shu vaqtda men muallimdim bunishgan. Bu maktab kelsam O'tkir Efendi yog'ochxonada ishlaydigan yog'ochchi endi. Bu mujoxonaga ishimiz bo'lsin kirib kirganiki uni buni so'raymiz, shuning bilan bir mahal suhbat o'tib ketdi, ilmiy suhbatlar. Tarixdan, o'zimizning yurtidan, chet ellardan, klassiklardan jiq misollarni deb bergan shu vaqtlarda. O'tkir Efendim shu vaqtlarda 3-4 haftada qisisa, qizlar vaqti kuchish, g'arib sayohat degan asarlarning qisqacha mazmunlarini shu vaqtlarda deytdi. Shu vaqtlarda biz bu bizning yog'ochchi akimizga nihoyat bir hurmat bilan cho'qinib ketgandik. 11. qatim 3. umumiy yig'indan keyin islohot echib etish siyosati, yaxshi siyosatlar amillashgan vaqtda O'tkir Efendi, ya'ni ko'milib qolgan bu bir parcha oltin valladi paqrab, anandan keyin fursatni shundoq chin tutib, oqidan yaxshi asarlarni yozdi. Men endi eng dastlabdagi ijtimoiy fanlar tadqiqot turi bo'yicha bir tema olgan, shu bugungi zamon adabiyoti haqida bir tadqiq qiladigan bir tema. Buni yezib O'tkir Efendimning ijodiyatlari haqida tabiiylan to'xtaldim. 93-yili 8-oylarda Abdunum rayonluq siyosiy kengash O'tkir Efendimning tug'ilganligining 70 yilligi, ijodiyatga kirishganligining 55 yilligi munosabati bilan bir nihoyat bir katta ilmiy kengash o'tkazdi. Men shu yig'inda Abdurahim O'tkirning proz ijodiyati to'g'risida degan maqolamni o'qidim. Bu endi mening O'tkir Efendi haqidagi tadqiqotimning boshlanishi. Uningdan keyin men bu maqolani kengaytirib, poeziyadagi ijodiyatlarini qo'shib, bir bob qilib, Uyg'ur bugungi zamon adabiyoti to'g'risida degan kitobimga kirgizdim. Bu kitob keyin mamlakatlik mukofotga Abdunum rayon darajali ilmiy tadqiqot mukofotlariga erishdi. Mening esimda shundoq turibdi. Shu muhokama yig'inida bizning Abdunum rayonimizdagi bo'lib Urumchidagi ziyolilarning mutlaq ko'pchiligi yig'ilib ekan. Endi shu vaqtdagi ilm ahlining bunda bir ikki narsani dedim, esimda turdi. Birisi bizning Uyg'urlar bilimli ziyolilarni
hurmatlaydigan odamlarni apandi deb ataydi. Masalan, Sayfiddin apandim, Ahmad apandim, lekin bizning bir badiiy obrazimiz dunyoviy Nasriddin apandim degandek, O'tkir apandim deb. Nurg'un muallimlarni ham apandim deb qo'ydi, lekin ismiga apandim deganni kirgizib o'tgan shu butun kishilar tarafidan iste'mol qilinib kelgan odamlar ko'p emas ekan. Yana birisi bizning yozuvchilarimiz hammasi degidek adabiy taxalluslarni ishlatib ekan. Lekin o taxalluslar keyin asta-asta qilib qoladi ekan. Lekin O'tkir apandimning bu adabiy taxallusi shu xuddi azan chaqirib qo'yib qo'ygan ismdek singib ketgan ekan. Ba'zilar odamning ismi O'tkir emasmi deb so'raydiganlar bor. Demak, O'tkir apandi ko'p yozgan, yaxshi yozgan, o'zining odimiyligi bilan ulgu ko'rsatgan bir olim ekanda. Shuning uchun bizning shu vaqtdagi ziyolilarimiz mushu ikki nuqtani alohida eskartib ekan. Endi Arslanka, siz mushu O'tkir apandim hayot chig'ida ko'p qitim muңdishib ekansiz, ilmiy suhbatlarda bo'lib ekansiz, ilmiy faoliyatlarga qatnashib ekansiz. Endi sizning nazaringizda Abdurahim O'tkir apandi zodi qanday odam? Uning kishilik fazilatlari haqida bir so'zlab bersangiz. O'tkir apandimni tunji ko'rgan vaqtim 1969-yilda deyman. O'tkir apandim endi meningki dadam marhum Abdulla Ahmedi bilan birodarchilik qilishlardi ekan. Shu vaqtda Qumulga kelib ekan. Kelgandan keyin mening dadam shu meni agashtirib borgan. Azat degandek O'tkir apandimni tunji tonigan vaqtimda men qandaqdir odamni bir olim, shoir degan salohiyati bilan emas, nihoyatda usta, yog'ochchi degan salohiyati bilan tonigan. Keyindan biz shu ilmiy ishlar, o'rganish, to'g'riliq bu odamdan jiq bir narsalarni o'rgandik, bilish kelishimiz quyuq bo'ldi. Nurg'un ilmiy muhokama yig'inlarida bo'ldik. Shu jarayonda mening his qilganim oldi bilan bu O'tkir apandim nihoyatda kichikpel, kamtar, xushchaqchaq, o'zini tutgan shunday bir odam ekan. Masalan, shu Shinjon universitetida o'quvchilarningki mushoira yig'inlari, ba'zi muhokamalar bo'ldi sinfda. Endi O'tkir apandidek shundoq bir cho'ng, dangliq olim, shoir, yozuvchini taklif qilsa, bu odam hargiz erinmay asharlar keladi. Yana birisi O'tkir apandimningki kishilik fazilatida shu hargiz yurtvozlik qilmagan odam, yurtvozlikqa intayin qarshi turgan bu fazilati o'ziniki yozgan ba'zi she'rlarda ifodalandi. Yana birisi endi ilmiy tadqiqotda endi o'zining mijozini aytdi, to'xtun, eg'ir besiq bo'lg'achqa hamma masalaga ilmiy qaraydi, ilmiy muomala qilgan shundoq bir odam. Uning ustiga yana birisi intayin umid bor, g'ururlik yashagan odam ekan. Endi Kerimjon apandim, bilishimcha siz mushu O'tkir apandim asarlarini tadqiq qilib o'tibsiz. O'tkir apandimningki she'r, doston ijodiyatida qo'l keltirgan gavdalik natijalari qaysi jihatlarda deb qaraysiz? Endi O'tkir apandimning eng cho'ng bir to'pisi shu Uyg'ur adabiyotida adabiy janr turlarini ko'p xillashtirishga qo'shgan to'pisi. Proza, she'riyat, drama, nasr qatorliq 4 janrning hammasida qalam tavratgan, hammasida asar yozgan. Ya'ni kelib shu janrlarning hammasida eng yaxshi asarlarni yozgan. O'tkir apandimning ijodiyati oldingi asrning 30-40-yillarda boshlanib asarlari matbuot yuz ko'rishga başlagan. Tunji hamda ijodga kirishgan mezgillarda shu mezgillardagi Uyg'ur adabiyotida cho'ng ta'sir qo'zg'agan. 40-yillarning oxiriga kelgan chaqda bir mezgilda Tarim bo'ylari, yurak muңlari qatorliq shu kitoblari, she'r to'plamlari, nasr to'plamlari nashr qilingan. Shu 40-yillardagi Uyg'ur adabiyotiga shu chaqdagi matbuot sharoiti qurib qo'yib borgan chaqda shu ikki she'rlar to'plami, nasrlar to'plami maydonga kelishi bumi Uyg'ur adabiyotidagi cho'ng hodisa. Men Tarim bo'ylari degan kitobini shu ko'rib baqdim, u kitobning bosh qismiga nashriyat so'zi berilib ekan. Shu 40-yillarning oxiridagi ishlarda bu shu nashriyat so'zida O'tkir apandimning shu ijodiyatining shu mezgillardagi Uyg'ur adabiyotida qanchalik muhim o'rin tutadiganligini shu chaqdalar muayyanlashtirib ekan. Endi izchil turda she'riyat ijodiyati bilan shug'ullandi. 40-yillarda hammamiz bildigan, odam qalbini hayajonga soldigan ko'plagan munavvar she'rlarni, masalan, Bo'shik Alliye, Janub Xat, Tamaki Bayon, Tang ziyasi yo'qmidi,
қатарлық шындақ бір түркеміне айты есіл шерларын yazdı. Şundan bir vaqt yana ijadiyatının şundaqla Uyghur edebiyatının ait yuqur bir pallisi vekillik qıldıgan Qashqar keçisi dastanını şu mezgillerde yazdı. Hem de Uyghur edebiyatının bugünkü zaman mezgilinde, tahminen 30 yıllık dastlabki mezgilinde hemimiz bilimiz ijadiyatla ancha çoğ muvaffaqiyatlarga erişmedi. Ama Ötkür Efendi hemimizin ait yaxshi ko'rib suyib o'qiydigan, masalan, iz qatarlıq she'rlarni yezib, yanla hayotga bo'lgan bir xil umidvorligini izchil turda ifodalab keldi. Endi bu yangi davr edebiyot bosqichi kelgan chaqda ijodiyatda taxmo bo'lib she'riyat ijodiyati taxmo zo'r muvaffaqiyatlarga erishib, masalan, Ulug'an Aqı Cho'chak, Gül ve Azgan qatarlıq eserlerden başkana Ömür Akın Muhammed qatarlıq köpleyen şiirlerini yazdı. Hem de yani bir cihetten Ötkür Efendi yalnız ictimai meselelerge devir yalgı köngül bilip kalmasından hayat hakkında naiti çoğunkur fikirlerini oturup koygan bir mutfekkür şair. Hem ondan başka mesela Ötkür Efendi cihetler şoğulanan şu mezgillerde köpünce şairler şu devrinin bir umumi edebiyat hadisesi bu. Mezmun ifadeleştirmek ehmiyet verip bir devaldıgan geplerini şunla moyun bilip şeriatning badilik amillarga sabab qaraydigan shunday xohish nisbatan umum ahvol. Ammo Ötkür Efendining ijodiyatida bundaq ahvollar bekardilik emas. Ötkür Efendi boy degandek yangi ijodiy fikrlarni, chunqur ideyalarni o'tirib qo'yib qolmasdan, balki yana shariatning har xil badiiy omillarga, bo'libmi til mahoratlarga intayin ahamiyat bergan. Bizning Uyg'ur romanchiligini men endi shunday o'ylayman, dunyodagi tarixiy temada yozilayotgan eng yaxshi romanlar qatoriga ko'tardi. Ötkür Efendi'nin eserlerinde hazırki zaman Uygur tilideki sözler, Çağatay tilideki sözler ve bazı kadim Uygur tili has sözlerine uçuraydı. Demek bu adam terkibiga intayın bay. 90-yılların başlarında Ötkür Efendi'nin edebi mirasları hakkında degan bir kitapga tayyorlik qildim. Bu kitap 97-yili Qashqar Uyghur Nashriyat tarafidan nashr qilindi. Endi Azat efendim, endi siz şu Ötkür Efendi'ninki tarihi romançılığımız koşkan nöbetki töhfesi hakkında bir iki kelime baha berip ötsünüz. Endi romançılık kesek Ötkür Efendi'nin Iz degan romanı 1985 yıl nashr qilindi. Bu romanın nashr qilinishi şu vaqtida bu edebiyat sohasidan halqib ketgan bir cho'ng bir ahvol bo'ldi, cho'ng ish bo'ldi. Nurg'un odam bu eserini o'qidi. Nayt xushal bo'lishdi. Chunki bu roman Uyg'ur romanchiligining konkret qilib aytgan chaqda tarixiy romanchiligini alayda bir sahif ochdi. Ham bizning Uyg'ur romanchiligini men endi shunda o'ylayman, dunyodagi tarixiy temada yozilayotgan eng yaxshi romanlar qatoriga ko'tardi. Uningdan keyin Uyg'ongan zimin asli Ötkür Efendi buni bir trilogiya qilib 3 bo'limli kitob qilib yozmoqchi edi. Biroq salomatlik tufaylidan 2 qism qilib yozib qoldi. Uyg'ongan ziminning birinchi qismi 88-yili, ikkinchi qismi 94-yili nashr qilindi. Ötkür Efendi 95-yili qazo qildi. Endi bunda kitoblarni hammani qo'yib turib qarasak, qurilma jihatdan aytgan chaqda bu 3 kitob ayrim kitoblardek turg'ini bilan amaliyotda shu bir voqeaga, bir temadagi asarlar. Shuning uchun u bir butunlik ega. Mushundaq bir xil ideyaviy tendensiyadan, mushundaq bir kenglik, mushundaq qurilmadan bo'libmi? Ash asarlarda ifodalayotgan bir tarixiy haqiqatdan biz Ötkür Efendi o'zining planiga yetdi, o'zi mo'ljallagan estetik qimmatni yaratdi deb bunda qaraymiz. Uni aniqlikdan bir obrazlarga aylantirgan. Faqat iz romanini oldigan bo'lsak, iz romanda ismi bor, xarakter ro'shan, yo'ritilgan obrazlar, personajlar obrazi 70 ga yetadi ekan. Voqelikning mazmunining ehtiyoji bilan 60 necha yondosh personajlar qistirılgan endi. 140-150 personajlar obrazi mush iz romanda. Endi mush mazmunni yo'ritishda bu san'atning qonuni bo'yicha bir taraf qilishni o'ylaydi. Nimani tanlagan desa, bu tragediyani tanlagan. Lushin Efendi tragediya haqida aytgandek, qadr qimmatli narsalarni par qilib kishilarga ko'rsatish bu tragediya deganidek, mushundaq ulug', mushundaq botur, mushundaq xalqchil mush shaxsiylarning obrazini yuksaklikka ko'targan. Endi mushu qahramonlar asarda shundaq boturliklarni ko'rsatdi. Oxirida dashti bayovonda qabrsiz holatda tashlandi. Buningdan
biz ilqa Lushin efendimning aytgan qadr qimmatli narsalarni par qilib ko'rsatish degan mushu tragediya haqida bergan bahosining kitobda nihoyatda konkret ifodalanganligini ko'ramiz. Shuni bilan bizning qalbimizda bir nihoyatda bir kuchli bir ta'sir paydo qildi. Mana bu shu bir estetik qimmat. Biz mushuningdan zo'qlanamiz. Shuning uchun bu asar o'lmaydi. Endi Arslanka, endi siz bir tilshunos bo'lib sifatingiz bilan O'tkir apandim asarlarining til aloyligi haqida bir qisqacha to'xtalib o'tsangiz. O'tkir apandim yetuk bir til ustasi endi. Benimki O'tkir apandimni yetuk bir til ustasi deyishimdagi sabab bundaq bir qancha etdi. Biz O'tkir apandimning asarlariga qarasak, oldi bilan O'tkir apandimning mushu söz bayligininki nihoyat mukammal keng doiralik ekanligini his qilamiz. Demak bu odam lug'at tarkibiga intayin boy, shundoq tilga boy bir odam. Ikkinchi bir narsa, O'tkir apandim til ishlatishga nihoyat moyir. Endi buni biz qanday ifodalaymiz degan vaqtida, masalan, so'z ishlatishninki 4 xil prinsipi, 4 xil talabi bor. Mushu narsalarga nihoyat astoydil amal qilgan odam. Masalan, O'tkir apandimninki romanlarida yerlik şiv sözler uçuraydı. O'tkir apandim bu yerlik sözlerini işletken vaqtida asasen o'sha personajlarninki til alayligini ifodalash, asarninki yerlik purug'ini kuchaytirish, shuningdek ba'zi tasvirlarninki texmi aniq, inchik bo'lishini nazarda tutib ishlatgan. Ondan keyin qadimgi so'zlarni uçuraydı. Qadimgi so'zlarni maqsad muddoliq ishlatgan. Endi bu söz işletish nihoyat yuqori mahorat talab qiladigan narsa. Çünkü bu her bir sözünki özüge xas alayligi buldu. Muşu sözünki tüs mendiri qarab durup, şu söz, muşu kontekstga, muşu obyekt doğru kelamdi kemmemdi. Muşu cayda işletsem bulan bulmamdı degen narsa nayt oylamsak bulmaydı. O'tkir apandimning asarlarida bunda ahvol yo'q. Bu ikinci bir alayligi. Yani bir en zor alayligi bu O'tkir apandim muşu klassik şe'riyatdagi badiiy vositalarga nihoyat puxta hem özünün əsərlərində keng dairəli işlətgəndir. Bizningki Çağatay ədəbiyyatında umumyüzlük qo'llanilgan bəzi bədii vositalarni O'tkir apandim nihoyat obdan özünün əsərlərini tətbiqlagan. O'tkir apandimninki she'rlarida bo'lsin, romanlarida bo'lsin, ishlatilgan so'zlarni biz turlarga ayirib statistik qilsak, bu O'tkir apandimninki ifodalash uslubi nihoyat aniq bo'ladi. Endi bu ifodalash uslubi 7 kategoriya bo'yicha 14 turga ayrıldı. Endi mening qarashimcha O'tkir apandimninki aruz yazında klassik she'r shakllarda yozgan she'rlarninki tili nafslik ifodalangan. Endi barmoq o'zida yozgan va romanlarninki tilida ommaboplik ifodalangan. Endi Kerimjon apandim, siz bir tonilgan adabiyot tadqiqotchisi bo'lib sifatingiz bilan O'tkir apandimning hayotiga, asarlariga bag'ishlangan vekil xarakterlik tadqiqot mevzularingizdan bir sanab o'tsangiz. Endi hammamiz bilamiz, 1980-yillarning boshlarida bizning Uyg'ur adabiyotidagi eng katta asarlar bo'lgan Turk tilli divani, Qutatqu bilik qatorliq asarlar nashr qilindi. Bu asarlarning avtorlari Qashqarga munosabatli bo'lganligi uchun Qashqarda bir qator ilmiy faoliyatlar elib berildi. Bunun 80-yillarning boshlarida O'tkir apandilar Qashqarda nihoyat uzun turdi. Ular yana bizning maktablarga kelib, u yerda ilmiy dokladlarni berdi. Mushu ishlar meningki O'tkir apandimni so'nggi qatim ko'rishim va O'tkir apandining ijodiyatiga qiziqishimga bir turtki bo'ldi. 90-yillarning boshlarida Qarmayda Uyg'ur romanchilik haqidagi bir muhokama yig'ini bo'ldi. Men shu muhokama yig'iniga O'tkir apandi romanlarining alohidligi deb bir maqola olib berib, shu yig'inda shu maqolani o'qidim. Mening O'tkir apandi haqidagi eng dastlabki tadqiqotim shu bo'ldi. Men shuningdan keyin O'tkir apandining asarlarini maxsus o'rganib tadqiq qilib, 90-yillarning boshlarida O'tkir apandining adabiy meroslari haqida degan bir kitobga tayyorlik qildim. Bu kitob 97-yili Qashqar Uyg'ur nashriyat tarafidan nashr qilindi. Men endi shu kitobni yozishning oldikayinda O'tkir apandining hayoti haqida, ijodiyatlari haqida, ijodiyatning aloyidligi haqida, ilmiy tadqiqot faoliyatlari haqida, u uchirgan adabiy ta'sirlar haqida ko'plagan maqolalarni yozdim.
Endi mening shu o'tkir apandagi tadqiqotimda endi sal yirikroq tilga olishga arziydigan asar shu 97-yili nashr qilingan O'tkir apandining adabiy miroslari degan shu kitob bo'ldi. O'tkir apandini o'rganadigan, uning qiziqadiganlarning O'tkir apandining hayoti, ijodiyati asarlarini o'rganishi, tadqiq qilishidagi bir muhim material bo'lib qoldi. O'tkir apandim o'z navbatida yana yetilgan bir tadqiqotchi olim. O'tkir apandining mayli ijodiyati haqida bo'lsin yoki konkret asarlari haqida bo'lsin, mamlakat ichki va sirtida nurg'un tadqiqotlar bo'lindi. O'tkir apandi olimlik bilan odimlikni, ulug'lik bilan oddiylikni mukammal birlik keltirgan bir ulgi. O'tkir apandim o'zining she'rlarida qandaqdir shaxsiy ahvollarni emas, balki insonning vujudidan o'tgan o'rtaq tuyg'ularni yozdi. O'tkir apandimningki ilmiy maqolalari xuddi bir bo'ziyani yangidan ochgandek, hech kim terpaqmagan joylarni tergandek, yep-yangi temalar bilan bizga intayin muhim bilimlarni qoldirdi. Uningda takrorlanish bo'lmadi. Shuna biz O'tkir apandimning izini bo'ylab mengayotgan adiblar, asarlarni o'qiyotgan o'qirmanlar O'tkir apandimni so'zlab tugatgili bo'lmaydi. Buningdan keyin yana so'zlash kerak deb qaraymiz. Abdurahim O'tkir apandining qazoga qadar yetib tugab ketdi degan so'zni anglagandan keyin men darhol qo'limga qalam olib Abdurahim O'tkirning portretini chizib chiqdim. Abdurahim O'tkirning obrazi mening ko'z oldimdan ketmaydi. Bu kishida takabburlik degan narsa yo'q. Nat kang qo'saq, apuchan odam edi. Men O'tkir apandini men eslaydiganligimni, hargiz esimdan chiqara olmaydiganligimni aytmoqchi. Bugun mushu naq maydonga bizning ustozlarimiz, mötəvər kişilər kelgandan sırt yana bir alayda mehmanımız qatnaşdı. U bo'lsa-mu bir yil 5 yosh kirgan Said. Saidni bu sahnaga taklif qilsak, O'tkir apandimning bir she'rini deklamasiya qilib berma da'vatidir. Assalomu alaykum bulamumlar, dadaşlar, başlar. Sizlarga Abdurahim O'tkir buvamning she'rlarida o'qib beray. Nima degan qaltis, nima aynak degan. Kim yasab chiqqan bo'lg'ay dastlab uni so'ndirib tashlansin muar parchasi ko'rsatar narsaning dal aynini. Satno pardoz bilan qilmas go'zal, bir go'zalni sat qilib qo'ymaydi ham. Har kishi bo'lsa aynak kabi diglik shunda kishini chin odam. Nima degan xolis, nima aynak degan. Mangulik do'stlikqa cheksiz arzigay. Tutolmasa har kim bilib aynakni do'st, bo'lsinmi ming do'sti do'stim kam degay. Arslanka Abdurahim O'tkir apandimninki she'r ijodiyatidan boshqa endi tarixiy romanchilik qo'shgan to'pisi bor. Uningdan sirt ilmiy emgaklarimi alayda deb qarashga bo'ladi. Ham siz mush nuqtadan O'tkir apandimninki mush ilmiy emgaklar haqida bir to'xtalib o'tsangiz. O'tkir apandim o'z navbatida yana yetilgan bir tadqiqotchi olim edi. O'tkir apandimninki shu ilmiy tadqiqotni qo'l keltirgan utuqlarini men gavdalik bir qancha nuqtada. Oldi bilan O'tkir apandim shu 11-asrda dunyoga kelgan Turkiy tillar divanligi Turk bilan shu qutatqubilikni nashrga tayyorlash ishiga qatnashgan. Ham buningdan aytdi zo'r to'p qo'shqardi. Bo'libmi qutatqubilikni endi shu nazmiy yashmisini ishlashda O'tkir apandimning to'pisi aytdi zo'r. Uningdan keyin O'tkir apandimninki shu qutatqubilikka bag'ishlangan maxsus asari bor. O'tkir apandimninki shu hozirgi bugungi davr adabiyot haqida, adabiyotlarning o'zaro ta'siri haqida, uningdan keyin qadimgi Uyg'ur adabiy tilining shakllanish va takomillanish jarayoni haqida
yernomlar haqida yozgan nurg'un maqolalar bor. O'tkir apandim endi yozuvchi, shoir, olim bo'lish bilan birga bu bir yaxshi bir ma'rifchi. Mening bunda deyishimda Şinjan Üniversitetida ikki qaror shu Çağatay tili kurs açıldı. Şu vaqtda da O'tkir apandim Şinjan Üniversitetiniki takliflik professor salohiyati bilan shu ikki qaror kurs oxirlashguchilik boshdan oxir dars o'tgan bo'ldi. Mushu jarayonda nurg'un o'quvchilarni tarbiyaladi. Abdurim O'tkir apandim asarlarininki navbatda mushu avtonom rayonimiz ichki va sirtida tadqiq qilinish ahvoli hozir qandaq? O'tkir apandining meyli ijodiyati haqida bo'lsin yoki konkret asarlari haqida bo'lsin, memleket ichki va sirtida nurg'un tadqiqotlar bo'lindi. Şinjan'daki tadqiqot ahvolini elib aytgan bo'lsak, 1940-yillarda O'tkir apandining asarlari haqida taqrizlar yozilgan. Men shu O'tkir apandi haqida tadqiqotlarga qarab baksam, umuman olganda Uyg'ur adabiyoti haqida tadqiqot elib borganligi tadqiqotchi, tanqidchilarning hammasi degidek O'tkir apandining ijodiyati haqida tadqiqot elib beribdi. Endi Uyg'ur adabiyotida shu O'tkir apandagi tadqiqotga doir ba'zi masalalarni xuloslagan chog'da bir qancha muhim turlar bo'lishi mumkin. Birisi O'tkir apandi haqidagi maxsus tadqiqot asarlari. Men baytli qilib o'tgandek, masalan, O'tkir apandining adabiy miraslari degandek. Endi yana birisi Uyg'ur adabiyot tarixi bo'lib, shu hozirgi bugungi zamon adabiyoti haqidagi maxsus tadqiqot kitoblari undan darsliklarda O'tkir apandiga oid muhim bir adabiyot namoyandi sifatida tadqiq qilinib, yaxshi tadqiqot natijalari barliq keldi. Endi yana birisi bizning shu magistrlik, doktorlik o'qiydigan Uyg'ur o'quvchilarning ko'payishiga ergishib, O'tkir apandining ijodiyati haqida magistrlik, hatto doktorlik ilmiy maqolalar yozilib, O'tkir apandi haqidagi tadqiqotlar taxmo cho'nqurlashdi. Endi to'rtinchi bir xil ahvol, endi ko'plagan tanqidchilar, tadqiqotchilar O'tkir apandining ijodiyatining umumiy ahvoli, alohidaliklari yoki bo'lmasa janrlari yoki konkret asarlar haqida ko'plagan tadqiqotlarni hozirgacha elib bordi. Azat apandim shu avtonom rayonimiz ichki sirtida O'tkir apandim tadqiqotini cho'nqurlashtirishda yana qanday xizmatlarni qo'l tutib ishlash kerak deb qaraysiz? O'tkir apandi olimlik bilan odimlikni, ulug'lik bilan oddiylikni mukammal birlik keltirgan bir ulgi. O'tkir apandining tadqiqotini cho'nqurlashtirish tarixiy ahamiyatga ega emas, material qiymatli emas, uning real ahamiyati intayin zo'r. Abayı bizning mutaxassislarimiz ko'p to'xtaldi bu vaqtda. Masalan, uning dunyo qarashi, hayot qarashi, irodasi, axloq fazilati, yana ancha bak tilga ilinmayotgan onun aqartish iddisi, ma'rifatchilik iddisi, qimmat qarashlari, ijodiyat tajribalari, tadqiqotdagi har xil usullari, ilm ro'yi deganlarning hammasi bizning cho'nqurlab tadqiq qilishimizni kutadi. Bugun yana bir alohida xo'sh xabar va naq maydonda zalda o'tgan qarindoshlarimizdan mushu ayni vaqtda O'tkir apandimninki hammaga mashhur bo'lgan iz nomli she'rini ixlos bilan mushu qumul xalqi kashtilab naq maydonda O'tkir apandimninki oil tavobatlaridan ayoli xalchamadimiz bugun naq maydon kelib o'ltadi. Oil tavobatlarga shuni taqdim qilmoqchi. Rahmat. Biz bugün söhbət üstülümüzdən o'rin olgan Professor Azat Sultan, Arslan Abdullah Tahur, shundaqla Kerimjon Abdurahim qatorliq ziyolilarimiz bilan nihoyat ko'ngillik paranglashdik. O'tkir apandim temasi mangulik tema, jalibkor tema. Shundaqla kishini mahliya qildigan qimmatli tema. Biz O'tkir apandimning ilm suyar ruhini, shundaqla odimiylik qalbini bundan keyingi ishlarimizga nur va chiroq qilishimiz kerak. Bugungi suhbatimiz mushada oxirlashdi. Kelar hafta ko'rishaylik, xayr xo'sh.